Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tizimida qonuniylik va shaffoflikni ta'minlash hamda mansab vakolatini suiiste'mol qilish holatlarining oldini olish korrupsiyaga qarshi kurashishda muhim omil hisoblanadi. Bu borada Davlat xavfsizlik xizmati idoralari tomonidan tezkor profilaktik tadbirlar izchil ravishda o'tkazib kelinmoqda. Jumladan Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasining tergov boshqarmasi tergovchisi xizmat vakolatini suiiste'mol qilgan holda o'zining ish yurituvida bo'lgan Chust tumanida yashovchi 2006-yilda tug'ilgan fuqaroga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini uning foydasiga ijobiy hal qilib tugatib yuborish evaziga ishga aloqador bo'lmagan advokat orqali 40 ming AQSh dollari talab qilgan. Chust tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda advokatlar hay'ati advokati gumonlanuvchining otasidan 40 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Hozir nimaga ushlayotganingizni bildingizmi? Bildim. Advokatman. Jinoyat ishi bo'yicha yordam beraman deb Pul Qancha? bitta xatmi Ochamiz. Nima deb yozilgan? O'qingchi. pora 2020. So'ngra tezkor tadbir davom ettirilib, advokatdan 30 ming AQSh dollarini olgan vaqtida tergovchining noqonuniy harakatiga chek qo'yildi. O'zingizni tanishtiring. Ish joyingizga ham ayting. Ichki boshqarma tergov boshqarmasi. Birga uchrashgan shaxsdan nima oldingiz hozir? Pul oldingiz qancha? 30 ming. Pulni qayerga qo'ydingiz? Mana karmashkasini orqasidan. Endi pulni olamiz. Oling, qo'ying bega, qo'ying, mana shu yerga qo'yavering. Nima deb yozding aka? Pora 2026 yozibdi. Hozirda tergovchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 3-qismi A bandi bilan, advokatga esa 212-moddaning 3-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.